Bugun qabulimga kelgan bemorimni misolida tushuntirib o'tmoqchiman. Bemorimizda polikistoz tashxisi qo'yilgan, turmushlariga 1,5 yil bo'lgan va asosiy shikoyatlari umuman vaqtida hayzlari kelmasligi. Vaqtida hayz kelmadi degani bu ovulyatsiya, ya'ni tuxum hujayra yetilib yorilmayapti degani. Lekin patsientkamiz ultratovush orqali tekshiruvda endometriy ingichkaligini aniqlab, endometrini o'stiradigan tabletkalarni qabul qilib yurganlar va sun'iy endometrini o'stirib o'z vaqtida hayzlarni kelishini tiklaganlar. Bu polikistozni davolash turi hisoblanmaydi. Polikistozda asosiy ildizi ovulyatsiyani o'z vaqtida bo'lmasligi va bu ovulyatsiyani tiklovchi davo choralarini qilishimiz kerak. Birinchisi bu sizga tushgan vazifalardan bittasi bu g'ayrat qilishingiz kerak bo'lgan narsa jismoniy mashq, eng kamida 5000 qadam yurish, ortiqcha vazn bo'lsa u bilan kurashish va uchinchisi insulinga sezuvchanlikni normaga keltirish. Bu holatga ikkinchi tarafda, ya'ni bizning tarafdan tushadigan vazifa bu follikulani yetiltiruvchi tabletka yoki gormonal ukollardan foydalanib sizda ovulyatsiyani yuzaga keltirish. Ovulyatsiya yuzaga keldi degani follikul o'sgani sari o'zidan estradiol gormonini ishlab chiqaradi va bu bachadon ichidagi endometriyni o'sishiga yordam beradi. Ovulyatsiya yuzaga kelgandan keyin o'zidan progesteron gormonini ishlab chiqaradi. Ya'ni patsientimizning misolida aytadigan bo'lsak, bu patsientimiz tashqaridan estradiol gormon va tashqaridan progesteronni shu paytgacha qabul qilib yurganlar uchun tuxumdonda ovulyatsiya yuzaga kelmagan. Biz aynan shu ildizlarini davolaganimiz hisobidan, xudo xolasa